bo'ydoq ukalarimiz bir necha kundan beri qattiq iltimos qilib menga yozib yotishibdi. Iltimos ustoz, shu Masjidul Haramda duo qilsangiz, 2026-yilda uylansak deb duo qilamiz. Bismillah, alhamdulillah. Allohim mana shu bo'ydoq ukalarimizni barchalariga 2026-yildan qoldirmasdan ko'zi va qalbini quvontiradigan soliha, mu'mina, muslima juft halolar ato etgin. Avvalo o'zlarini solih bandalaringdan qilgin va so'ngra ularga solihalarni ato etgin. Ota-onasini, o'zini, oilasini o'z panohingda asrab, tez fursatda ofiyatda xayrli, barokatli nikohlanishligini nasib aylagin bo'ydoq ukalarimizga. Allohim turmushga chiqmagan singillarimizga ham avvalo o'zlarini soliha qilib, so'ngra ularga solih, mo'min, taqvodor, o'zingdan qo'rqadigan, o'zingga muhabbatli erkaklarni, yigitlarni nasib aylagin. Turmushga chiqib, uylanib, baxtli, saodatli hayot kechirishligini o'zing nasib aylagin. Rahmatka ya arhamar rohimin. Endi o'zlaringiz ham harakat qilingizlar.